William Henry Quilliam 1856-yilda Angliyaning Liverpool shahrida tug'ilgan. U shu yerda tahsil olgan va 1878-yildan advokat sifatida ish boshlagan. Kambag'allarni himoya qilgani sababli mahalliy matbuot uni Liverpoolning norasmiy bosh prokurori deb atagan. 1887-yilda Quilliam Marokashga safar qiladi. Ana shu safar uning butun hayotini o'zgartirib yuboradi. U 31 yoshida islomni qabul qiladi va Abdulloh ismini oladi. Angliyaga qaytgach, Liverpoolda islomni targ'ib qilishni boshlaydi. Shu yilning o'zida u Angliyadagi ilk masjid va madrasa Liverpool islom markazini ochadi. Markazda nafaqat masjid, balki maktab, muzey, bolalar uyi va islomiy asarlar chop etiladigan nashriyot ham faoliyat yuritgan. Quilliamning sa'y-harakatlari bilan qirolicha Viktoriya davrida qariyb 600 ingliz islomni qabul qiladi. U islomni tushuntirish uchun Face of Islam nomli risolalarni nashr ettiradi. 1893-yildan esa Islamic World jurnali va Crescent gazetasini chiqara boshlaydi. Uning faoliyati Istanbulgacha yetib boradi. 1891-yilda Abdulloh Quilliam Sulton Abdulhamid II taklifi bilan Istanbulga boradi. 1894-yilda esa Sulton Abdulhamid unga Britaniya va u yerdagi orollarning Shayxul Islomi mavqeini beradi. 1896-yilda Quilliam misrlik musulmonlarning inglizlar tomonida turib boshqa musulmonlarga qarshi jang qilishi harom ekani haqidagi fatvosini beradi. Bu fatvo jamiyatda katta bahs va qarshiliklarga sabab bo'ladi. Shundan keyin Quilliam va uning yaqinlariga tahdidlar va hujumlar boshlanadi. 1908-yilda u Angliyani tark etishga majbur bo'ladi. Bir necha yildan so'ng u Harun Mustafa Leon ismi bilan yana Angliyaga qaytadi. Abdulloh Quilliam 1932-yil 28-aprelda vafot etadi. U London yaqinidagi Woking shahrida dafn etilgan. Umrining 45 yilini islomga bag'ishlagan Quilliam Britaniyada islomni ochiq targ'ib qilgan shaxslardan biri sifatida tarixda qoldi. Bugunga qadar u haqida yuzlab ilmiy ishlar yozilgan.